Biz ancha yo'l bosdik. Navbatdagi botqoqlikka yetgach, qariya birdan to'xtadi. "Yo'q, bu botqoqni aylanib o'tishimiz kerak", dedi u botqoqlik o'rtasiga ishora qilib. "Mana shu yerda har yili 3-4 kishi cho'kib ketadi." "Bilib turib oyoq bosishadimi?" qiziqsinib so'radim men. "Ko'rinib turibdi-ku hammasi." Bahorda balchiq ustidan ko'm-ko'k maysalar o'sib chiqadi. Qani ostida chuqur botqoqlik borligini aniqlab ko'rchi." "To'g'ri aytasiz", dedim Saveliy amakining so'zini ma'qullab. "Bilmagan odamga qiyin-da. Masalan, men ham bilmasdim." Qariya negadir birpas o'ylanib qoldi. So'ngra qovog'ini uygan ko'yi menga tik boqdi. "Sen bola, oltinni qachon berasan?" "Beraman-da, namuncha qo'rqasiz?" dedim negadir g'ashim kelib. "Qochib ketayotganim yo'q-ku." "Yo'q. Ayolnikiga borgandan keyin oldi-berdi qilib o'tirish ahmoqlikdan bo'lak narsa emas. Kel, hozir bera qol. Meniyam ko'nglim tinchib, seni u yoqda qoldirgandan keyin ishga kirishaman." "Qo'ymas ekansiz-da." Norozi ohangda g'udrandim men. "Berardim, qochib ketmasdim." "Mayli, faqat kutib turing, men hozir kelaman." Qiyinchiliklar, ko'rguliklar odamni baribir hushyor qilib qo'yarkan. Saveliy amakiga cho'ntagimdagi oltinlarni ko'z-ko'z qilgim kelmadi. Chakalaklar orasiga kirdimda oltinning bir qisminigina ajratib olib, qolganini qaytadan cho'ntakka urdim. Aytaveradi-da. Shuning o'zi bitta pasportga yetib ortadi, o'yladim o'zimcha. Hali hujjat bo'ladimi, yo'qmi, Xudo biladi. Ayol uyiga kiritmay tag'in ko'chada qolsamchi. Nima bo'lgandayam yonimda picha oltinim bo'lsa ziyon qilmaydi. Men xotirjam qiyofada qariyaning yoniga chiqib, qo'liga oltinni tutqazdim. "Shu xolosmi?" so'radi u. "Namuncha kam. Oltinim bor deb ko'ksingga urganingga arzimaydi-ku." "Bor-da", dedim sovuqqonlik bilan. "Yo'g'ini qayerdan yondiraman?" "Bo'pti. Nimayam derdim. Bori bo'lsa bori-da. Ana endi hujjatim tezlashadi deb hisoblayversang bo'ladi." "Xo'p, qani yigit, ketdik." Chamasi 1 soatlar yo'l bosgach, o'rmonning qaysidir chetiga chiqib qoldik. Ro'paramizda tashlandiq eski uylar qatorlashib turardi. "Buni xalqda strojka deyishadi", menga tushuntira boshladi qariya. "Bu nima degani? Tushunmadim." "Nimasini tushunmaysan? Ilgarilari qishloq odamlarga to'la edi. Ammo hammalari shaharga ko'chib ketib qolishgan. Hozir adashmasam, bu yerda sen tanishishing kerak bo'lgan ayol u yana narigi chetda qandaydir piyanista erkak turishadi. Shunday joylarni strojka deyiladi. Aniqroq aytadigan bo'lsam, qadimiy qishloqlar xuddi kampirga o'xshatiladi. Bu starushka so'zidan olingan ekan." "Qiziq", dedim hayratim oshib. "Boshqa hech kim yo'qmi bu qadimiy qishloqda? Qarang, juda go'zal joylar ekan." "Tirikchilikning mazasi bo'lmagandan keyin kim ham qolardi bu yerda? Qolmaydi-da." "O'zi siz aytayotgan ayolning ismi nima? Bilishim kerak-ku", dedim tutila-tutila. Qariya sharikka bir nazar tashlab olgach yelka qisdi. Saveliy amaki qishloq boshidagi uylardan biri tomon yurdi. Uy eshigi deyarli buzib tashlangan, hovlida o'rta bo'yli, malla sochlari chiroyli turmaklangan bug'doyrang ayol dorga kir yoyish bilan band edi. Biz ketma-ket ichkariga qadam qo'ydik. Ayol qariyani ko'rdi-yu, qo'lidagi kirlarini tog'oraga tashladi. "Senlarga kim kerak?" Nigohlari sovuqqon, to'ladan kelgan bu ayolning muomalasini ko'rib hayron qoldim. Saveliy amaki esa bu muomalaga javoban miyig'ida kulib qo'ydi-da, ayolga yaqin bordi. "Juda qo'polsan-da, Mariya", dedi u. "Avval salomlashsang bo'larmidi? Har qalay mehmon olib keldim uyingga." "Ko'zim uchib turgani yo'q mehmoningga.
Uy bekasi meni boshdan oyoq kuzatgan bo'ldi va negadir birdan muloyimlashdi. Kim o'zi bu? Nega menikiga olib kelding? Ana endi o'zingga kelding, deya qariya menga yuzlandi. Bu yigit juda ajoyib ekan. Adashib qolibdi o'rmonda. Musofir. Boradigan joyi yo'q. Qolaversa, sening boshingda bir erkak bo'lsa ziyon qilmas deb o'yladim. Qachondan beri menga mehribonchilik qiladigan bo'lib qolding? deya qo'l siltadi Mariya. Uyimdan sumka to'la aroqni o'g'irlab ketganing esingdan chiqdimi? Qo'y endi. Mehmonning oldida odamni xijolat qilma. Undan ko'ra ichkariga taklif qil. Mehmon juda charchabdi, yo'l yuraverib. Bo'pti, kira qolinglar. Mariya sal yumshab bizni ichkariga taklif qildi. Xona deyarli bo'm-bo'sh edi. Burchakka 2 kishilik kravat qo'yilgan. Deraza qarshisiga yog'ochdan yasalgan baland stol qo'yilib, ustiga idish-tovoqlar taxlanibdi. Ayol bizni ayvonga olib chiqdi. Biz yog'och kursilarga o'tirdik. Hech narsaga ovora bo'lma, dedi Saveliy amaki. Senga asosiy gaplarni aytaman u ketaman. Nima gap? Mariya 2 qo'lini beliga tiragancha tepamizda qaddini g'oz tutib turardi. Saveliy amaki 1-2 tomoq qirgan bo'ldi-da, menga yer ostidan ko'z tashladi. Bu yigitning bir xislati menga juda yoqib qoldi. Shoshilmasdan gap boshladi u. Oltin topishga usta ekan. Sen buni uyingda olib qolaver. Hali kuningga yaraydi. Balki boy qilib ham yuborar. Turmadan qochganmi? Shunaqaroq, dedi menga bilinar bilinmas ko'z qisib. Lekin o'zi yomon yigit emas. Mana ko'rasan, uyaltirmaydi. Buni hali ko'ramiz. Mariya ro'paradagi kursiga cho'kib menga yuzlandi. Xo'sh, nega qamalgansan? Men javob berishga shoshilmadim. Nega indamaysan? So'radi Mariya toqatsizlanib. Qo'rqma, men ham farishta emasman. Odam o'ldirganman. Gapimni eshitib Mariyada hech qanday o'zgarish sezilmadi. Lekin Saveliy amakining rangi oqardi. Kecha mendan qamalganim sababini so'raganda tuhmat qilishdi deb javob bergandim. Nechta odam o'ldirgansan? 2ta. Zo'rsan-ku. Nega qochding? Qochdim-da. Mayli, buning ahamiyati yo'q. Ammo aytib qo'yay. Yomon niyatda kelgan bo'lsang, adabingni yeysan. Bu nima deganing? O'rnidan turib ketdi Saveliy amaki. Aytdim-ku zo'r yigit deb. U sekin yurib borib, bir burchakda turgan aroqni qo'liga olib, ruxsat ham so'ramay ochdi. Shishasi bilan ko'tarib, gazagiga bosh kiyimini hidlab qo'yaverdi. Mariyaga men bilan suhbatlashish yoqayotgandi. U yoq bu yoqdan gaplashib o'tirdik. Bu orada Saveliy amakining ancha kayfi oshib qoldi. Sen ketaverishing mumkin. Negadir seni ko'rsam asabim buzilyapti. Mariya Saveliy amakining surbetligiga ortiq chidab tura olmadi. Xo'p. Qariya bu gapdan so'ng kula-kula tashqariga yo'naldi. Ostonaga yetganda birdan to'xtab orqasiga o'girildi. Yigit, men bilan yur. Gaplashadigan gap chiqib qoldi. Aroq ta'siridanmi yoki odam o'ldirganimni bilgani uchunmi, avzoyi buzilgandek, bir yomon niyati bordek tuyuldi. O'rnimdan turar ekanman, ko'zim bilan qo'lga ilinadigan narsa izladim. Kiraverishda shundoq eshik oldida cho'pdan yasalgan quti, ichida temir tersak uyilib yotgan ekan. Oyoq kiyimimni kiyish bahonasida tezlik bilan qo'limga ilingan bir temir jismni oldimda cho'ntagimga joyladim. Xayriyatki hech kim buni sezmadi. Saveliy amaki yolg'izoyoq so'qmoqqa chiqib olib, miltig'ini qo'ltiqlagancha jadal ketib borardi. Hayratim oshib, men ham sharikni ergashtirgan ko'yi ketidan boraverdim. Qalin butazorlar orasiga kirib boraverishda it negadir g'inshiy boshladi. Men uni tinchlantirish ilinjida to'xtab boshini 1-2 siladim. Biroq u nuqul bezovtalanar, jadal ketib borayotgan qariya tomon tikilib irillardi.
Bir mahal Saveliy amaki taqqa to'xtadi va orqasiga o'girildi-da, miltig'ini bizga to'g'riladi. Bu nima qilganingiz? Qariyaning kutilmagan harakatini ko'rib qotib qolgandim. Shu so'zlarni zo'rg'a tilimga chiqara oldim. Mendan-da avvalroq xavfni sezib ulgurgan it esa hura boshladi. Tillalarning qolganini ham chiqar, buyurdi qariya baland ovozda. Nega qaqqayib turibsan? Chiqar dedim. Aks holda itday o'lib ketasan. Tillalarni? Nega? Men ehtiyotkorlik bilan u tomon yura boshladim. To'xta, joyingdan qimirlama. Tag'in bir qadam tashlasang otaman. Xo'p, mana to'xtadim, dedim o'zimni bosishga urinib. Itingni ham mahkam ushla. Men oldinga intila boshlagan itini mahkam quchib oldim. Qani, chiqar tillalarni. Qanaqa tilla? Hazilni bas qilsangizchi? Yo meni tekshirib ko'rmoqchimisiz? Ey, kelgindi, sening nimangni tekshiraman. Menga tilla kerak. Ber hammasini. Yosh joningga jabr qilma. Yoshsan, hali bunaqa tillalarning ko'pini topasan. Xo'p, cho'ntagimdan chiqarib olishga qo'ying unda. Faqat tezroq bo'l. Cho'ntagimni kovlab, boyagi temirni oldimda Saveliy amakiga qarab otdim. Mo'ljalda adashmagan ekanman. Temir naq peshonasiga tegib, chol gandiraklab ketdi. Qo'lidan miltig'i tushib, o'zi sal orqaroqqa yiqildi. Fursatni qo'ldan boy bermasligim kerak edi. Chunki Saveliy amaki jon holatda miltiq tomon intilayotgandi. Yugurib kelib, o'zimni qariyaning ustiga otdim va bir qo'lim bilan bo'ynidan mahkam bo'g'dim. Ikkinchi qo'limni miltiqqa uzatdim. U taslim bo'lishni istamas, harsillab meni itqitib tashlashga urinardi. Yo'q, taxminan 1,5 daqiqalar o'tgach, qariya qo'llarini ikki yonga tashlab jim bo'ldi. Avvaliga u hushidan ketdi deb o'ylagan edim. Lekin yuz ko'zlari tobora ko'karib borayotganini ko'rdim-u, qo'rqib ketdim. Nahotki o'ldirib qo'ygan bo'lsam. Shu xayol miyamga urilib, nima qilishni bilmay qotib qoldim. It ham beixtiyor uvullay boshladi. Qalbimning bir chetida o'lmagandir, hushini yo'qotgan bo'lsa kerak degan umid uchqunlab, qo'l oyoqlarim dag'dagʼ titragancha qariyaning tomirlarini ushlab ko'rdim. Afsus, u allaqachon jon bergandi. O'rnimdan sakrab turdim-u, xuddi meni kimdir ta'qib qilayotgandek telbalarcha Mariyanikiga chopdim. O'ldirib qo'ydim. Yana odam o'ldirdim. Yo'l-yo'lakay miyamda faqat shu so'zlargina aylanar, ortimdan chopib kelayotgan sharikni ham his etmasdim. Mariya! Xonada oyoqlarini chalishtirgan ko'yi sigaret chekayotgan uy bekasiga yig'lagudek umidvor tikildim men. U ahvolimni ko'rdi-yu, qo'lidagi sigaretini kuldonga irg'itib o'rnidan turdi. Nima bo'ldi? Nega it quvgan soqovday halloslab qolgansan? Tinchlikmi? Men uni o'ldirib qo'ydim, dedim men titrab. O'ldirib qo'ydim? Kimni? Qariyani. Nega? Nimaga o'ldirasan? U meni otib tashlamoqchi edi. Tillalarimni tortib olmoqchi edi. Bexosdan tilla haqida gapirib yubordim. Ha, shunaqami? O'lsa o'libdi-da. Mariya meni koyib tashladi. Shunga shuncha vahima qilyapsanmi? Yo ikkitasini tinchitganing yolg'onmidi? Meni laqillatganmiding? Bu savol meni hushyor torttirdi. Endi o'zimni bosib olmasam, xotirjam tortmasam bo'lmasdi. Aks holda mana shu jizzaki ayol qarshisida ojizlanib qolardim. Ochig'i biroz shoshib qoldim. Hammasi joyida, hammasi yaxshi, dedim vujudimdagi titroqni majburan bosib. Menga qara, dedi Mariya. Tez murdani yo'q qilish kerak. Bilib bo'lmaydi. Bu yerlarga adashib kelib qoladiganlar ko'p. Yur, senga yordamlashaman. Faqat anavi yerdagi belkurakni ol, chuqur kovlaysan. Har ehtimolga qarshi sharikni uy ichida qoldirishga qaror qildim.
It ham nimalar bo'layotganini tushungan kabi ortiqcha tovushlarsiz ostonada bizni kuzatib qoldi. Men Saveliy amakining murdasini o'rmonning ancha ichkarisiga ko'tarib bordim. So'ngra chuqur kovladim. Qariyani ko'mishdan oldin esa cho'ntagidagi o'zim bergan oltinni oldim. Yana katmonida bir dasta pul ham bor ekan. Pullarni Mariyaga tutqazdim. Jasad chuqurga joylanib, ustidan tuproq tortilgach, yuzimga fotiha tortdim-u, g'ussamga botgancha ayolning ketidan yurdim. Mariyanikiga qaytgandan keyin ham tanamdagi titroqlar bosila qolmadi. Qancha sezdirmaslikka urinmay, baribir javdirashlarim, tez-tez bir nuqtaga termulgancha qolishlarim pand berib qo'yaverdi. Sen turmada o'tirib chiqqan qotilga sira o'xshamayapsan. Mariya o'rtaga dasturxon yozib ichimlik, piyola va bir tovada sho'r bodring qo'ydi-da, ro'paramga cho'kib menga tik boqdi. Nega endi o'xshamas ekanman? Dedim sir boy bergim kelmay. Haqiqiy kalla kesarlarchi qaltirab o'tirishmaydi. Shosha-pisha qadahlarni ichkilikka to'ldirib, birini Mariyaga uzatdim. Kel, qariyani xotirlaylik, dedi u uf tortib. Yer borib yetkazmasin-u, biroq o'lguday pastkash edi. Xayriyat. Ikkinchi qadahdan so'ng men ham dadillashdim. Endi titramas, aksincha vujudim qizib, kayfim oshib borardi. Hatto Mariyani maqtashga ulgurdim. Sen uncha-muncha erkakdan dadilroq, jasurroq ekansan, dedim kayf ta'siridan ayolning yarim ochiq oppoq siynalariga o'g'rincha ko'z solib. Qolaversa, sendan yaxshi xotin chiqishi mumkin. Haddingdan oshaverma, deya boshini ters burdi Mariya. Men bunaqangi yolg'on xushomatlardan to'ygan ayolman. Gapiradigan bo'lsang, to'g'risini gapir. Men aldashga o'rganmaganman, norozi ohangda javob qaytardim unga. Qaysi gapim yolg'on-a? Bilmayman. Negadir menga shunaqa gaplar yoqmaydi. Bilasanmi, Mariya? Ayt, nega bir o'zingsan? Nimaga shunday qishloqda hech kim yashamaydi? Nima bo'lgan bu yerning odamlariga? Xo'rsina gap boshladi Mariya. Bir paytlar bu qishloq odamga to'la edi. Aytishlaricha, so'nggi paytlarda qishloqda hayot kechirish og'irlashib qolibdi. Gaz yo'q, chiroqning ham tayini bo'lmaydi. Bir kun yonsa, 3 kun yonmasligi mumkin. Nima qilsin odamlar? Qachongacha o'rmonga kirib yemish qidiradi. Hammalari birin-sirin shaharga ko'chib ketishibdi. Nega aytishlaricha deyapsan? Sen qayerda eding? Menmi? Mariya birpas jim qoldi. Nimalarnidir o'ylagan, mulohaza qilgan kabi boshini sarak-sarak qildi. Turmada edim. Turmada? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mumkin. Judayam mumkin-da. Hali menga yetishinggacha ancha bor. Payqadim. Mariyaning kayfi oshdi. G'o'ldiray boshladi. Shunday bo'lsa-da, jim o'tirib uni tinglashda davom etdim. Men baravariga 3 ta marazning boshiga yetganman. Ochila bordi u. 17 yil turmada o'tirdim. Hozir 35 daman. Bildingmi? Umrimni xazon qilganlardan o'ch olganman. Ammo afsuslanmayman. Chunki to'g'ri ish tutdim o'shanda. Mening o'rnimda sen bo'lsang ham shunday yo'l tutarding. Seni kimlardir zo'rlaganmidi? Zo'rlagan. Yo'q, 3 erkak vahshiylik qilgan. Birgalashib nomusimni paymol qilishgan. Men ham qarab turmadim. Avvaliga chidadim. Chidashga majbur edim. Sal bo'sh qo'yishganidan keyin hammasini mast qilib,
bittadan daraxtga boyladim-da bo'g'averdim. To o'lmaguncha qo'yib yubormadim. Ha, shu yo'l bilan u marazlardan o'ch oldim. Mariyaning ko'zlarida yosh qalqidi. Ochig'i, shu lahzalarda Saveliy voqeasi butkul yodimdan ko'tarilgan. Qarshimda o'tirib yig'layotgan ayol siymosidagi qotilni yupatishga chora topa olmasdim. Bu dunyoda haqiqat yo'q, deya davom etdi Mariya yig'i aralash. O'sha kunni eslasam dahshatga tushaman. Odamlar razil ekan. Ularda rahm shafqat yo'q ekan. O'sha kunlarni eslashni ham istamayman. Qo'y, yaramni yangilama, dedi xuddi men atayin uning ichidagi gaplarni sug'urib olayotganday. Bo'ldi, ichmayman. Iltimos, meni karavotga yotqizib qo'y. Kayfim oshib qoldi. Yotqizasanmi? Men indamasdan o'rnimdan turib, Mariyani dast ko'tardim-da karavotga yotqizdim. U boshi yostiqqa tekkani hamono xurrak ota boshladi.